bunaqangi katta, zamonaviy, mingdan ortiq o'quvchini qamrab oladigan maktab ochish to'g'risi men tushungan kirmagan. Bunaqa imkoniyatlar bo'lishi, sharoitlar yaratilishi umuman hayolimda bo'lmagan. Shu oldimizda davlat maktabi bo'lgan, 6-maktab, o'zim o'qigan maktab. Shu maktabda dars berishdan boshlangan. Undan keyingi faoliyat, ya'ni talabalikdan keyingi faoliyat. O'quvchilarni shu maktabda ozgina o'quvchilarni menga ta'sir qiladigan joyi, maktabda kunduzi ular o'qishardi, obeddan keyin maktab tugagandan keyin repetitor tizimida biz dars o'tardik. Shunaqa yo'llar bilan avval o'quvchilarni o'qishga xohishi bo'lgan o'quvchilarni biz oliy ta'limga tayyorlab kelganmiz. Endi bizda bitta orzu bo'lardi. Bizda deganda men o'sha o'zimiz jamoamdagi ustozlarni o'zimizning rejamiz, biz orzuyimiz bo'lardi. Qaniydi maktabda darslar o'sha 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflar uchun o'zlarining tanlagan yo'nalishlari bo'yicha o'qitilsa, ya'ni hamma fanlar birdek emas. Misol uchun kimdir tibbiyot oliy o'qituvga kiraman desa, tibbiyot yo'nalishida, ijtimoiy yo'nalishda o'qiyman desa, shu yo'nalishdagi fanlarni chuqurlashtirib o'qitilsa, shunaqa maktab qilinsa degan bir orzularimiz bo'lardi. Qafasi. To'g'risini aytganda, o'sha davrlarda maktabda o'qituvchilarning oylik maoshlari past bo'lgan, hozirgi kunga nisbatan. Va qarang, oddiy bitta o'qituvchini oylik maoshini o'zini oilaviy ehtiyojlarini qondira olmaganini hisobiga maktabdagi o'qituvchilar, ya'ni ustozlar dars berishdan tashqari qo'shimcha yana qanaqadir bir boshqa faoliyatlar bilan shug'ullanishgan. Sekin-sekin shu narsa kuchayib, maktab uni ikkinchi kasbga aylangan. Ya'ni o'qituvchilik uni ikkinchi kasbga aylanib qolgan. Uni asosiy ishi boshqa bo'lgan. Ya'ni tirikchilik manbai bo'lgan. Imkoniyatlar hozir juda ham keng. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan yoshlarga bo'lgan e'tibor, maktabdagi ustozlarga, ya'ni o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor va bundan tashqari ham o'qituvchilik, ham tadbirkorlikni ikkalasini birgalashtirib rivojlantiradigan, ta'limni rivojlantiradigan shunaqangi bir yoshlarga e'tiborlari bu hozirgi kunda bizni hozir faoliyat yuritayotgan ikkita Beruniy maktabimizni misolida shu yaqqol ko'rinyapti. Bunaqa imkoniyatlar avval bo'lmagan. Hozir mana bilasizmi, hozirgi kunda mana hozirda oladigan bo'lsak, 1,5 mingdan ortiq o'quvchiga biz shu ikkala filialimizda zamonaviy, sifatli ta'limni berishni boshladik. Boshida o'sha 2 dona, 3 dona, 4 dona o'quvchi bilan boshlagan bo'lsak, shu davlatimizni shu rahbar, ya'ni prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlarni bu mevasi, mahsuli. Buni o'sha 2001-yillarda yoki bo'lmasa talabalik davrlarimizda yoki o'zimizni o'sha mustaqillikdan oldingi davrlarda buni biz hayolimizga ham, tushimizga ham kirmagan narsalar. Biz yetishtirayotgan kadrlar ertaga borib shu yerda olgan bilimini chet elda mustahkamlab qolib o'sha yerda meva berishni o'ylamayapti. Erta yana ham rivojlanib qaytib kelib o'zini mevasini shu o'zimizni mustaqil jonajon vatanimizda mevasini berishni oldiga maqsad qilib qo'yishyapti. Bu yoshlarga bo'lgan siyosatni, yoshlarga bo'lgan e'tiborni mevasi. Bu hamma davlatda ham shunaqa bas.